Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bugun o'yinimiz sizlar bilan Hot Field degan o'yinni ko'rib chiqamiz akalar. Bu o'yinda bitta manyak va to'rtta insonlar bo'ladi. Tak natural insonlar o'ziga yarasha qobiliyatlari bo'ladi. Ya'ni masalan buni ko'rib turibsizlar. Menda basketbolistman, tez yuguraman. Doktor bo'ladi. Shifo yana bir nechta qobiliyatli insonlar bo'ladi. Doktor, ya'ni tezroq davolaydi. Basketbolist tezroq yuguradi. Master bor, shunga o'xshagan narsalarni tezroq tuzatadi motorlarni. Asosiy maqsad bu yerda bu xonalardan chiqib ketish, shunday motorlarni, ya'ni to'k chiqaradigan motorlarni tuzatib eshikni ochishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ovozini ko'tarib olamiz, chunki manyak sizlarga oldingizga yaqinlashganda yurak tezroq urishni boshlaydi. Shuning uchun yaxshiroq eshitish uchun balandroq qilib olamiz. O'yin juda qiziq. Ayniqsa do'stlar bilan o'ynaganda har xil emotsiya berishi aniq. Qani bo'lsam o'yinni kuzatinglar va baho beramiz. Ha, albatta akalar, yana bir narsa esdan chiqibdi. Pastda Discord va Telegram kanalini qo'yganman. YouTube obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar bilan ham o'ynashga harakat qilamiz shunday o'yinlarda. Albatta obuna bo'lib qo'ysanglar juda xursand bo'laman. Hammalarga rahmat. O'yinni yurishda davom etamiz. Albatta yana bir narsa aytish esdan chiqibdi. Tepada ko'rib turganingizdek, o'ng tomonda eshik, uni oldida yana bir raqami turibdi. Ya'ni biz bitta motor tuzatishimiz kerak. O'yin boshida u 4 ta edi. Endi mana bo'ldi. Men o'yin davomida e'tibor bermabman. Eshik ochilganiga men motorni ishlab yuraveribman. Va o'yinni davomida ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek yo'ldan adashdim va oldim. Bu mana basketbolistman, chunki tezroq yuguraman. Meni qobiliyatim shu edi. Va shu yerda mening bitta komandadoshim chiqib ketdi, ikkinchisi ham eshikdan chiqib ketdi va men va bir kishi qoldik. Mening asosiy maqsadim o'sha kishini qiyligini qutqarish edi. Qutqara olmasdan o'zim oxirida nima bo'lishini ko'rasizlar, ushalib o'lib ketdim. Buni podpiska qo'yinglar, xursand.